Assalomu alaykum hammaga. Kompyuter ishlatayotganingizda doimiy bir xil turadigan mana bu kursordan juda ham zerikkan bo'lsak, hozir sizlar bilan bu kursorni qanaqa qilib boshqasiga almashtirishni o'rganib olamiz. Demak, birinchi navbatda qiziqarli kursorlarni internetdan yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun Google Chrome'ga kiramiz. Bizga kerakli saytimiz Svizi kursor deb nomlanadi. Va Svizi kursors degan saytga kirishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu saytda turli xil ko'rinishdagi kursorlarni yuklab olishimiz mumkin. Ya'ni kuzatadigan bo'lsak, har xil yo'nalishdagi hayvonlar, anime yoki mashinalar, multfilm qahramonlari, o'yinlar ko'rinishidagi kursorlarni kompyuterimizga o'rnatib olsak bo'ladi. Misol uchun sizlar bilan hozir bittasini o'rnatib ko'ramiz. Mana bu qilich ko'rinishidagi kursorni yuklab olib, kompyuterimizga o'rnatishni o'rganib olamiz yoki mana bu Minecraft o'yinidagi qilichni. Buning uchun o'zimizga kerakli ko'rinishni tanlab, download tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Pointer yoki kursor ko'rinishda yuklab olishimiz mumkin. Ya'ni kursor qilsa harakatlanishi ham mumkin bo'lar ekan. Kursorni tanlayman. Xo'p, endi buni рабочий stolga yo'qotib qo'ymaslik uchun рабочий stolga yuklab olaman. Yoki загрузки bo'limiga, istagan joyingizga yuklab qo'yishingiz mumkin. Va saqlaning tugmasini bosamiz. O'zimizga kerakli kursorni yuklab ham oldik. Bu oynadan chiqib ketsak ham bo'ladi. Ana endi kursorni o'zgartirish uchun kompyuterimizni parametri qismiga kirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni pusk tugmasini bosamiz. Parametri bo'limini tanlaymiz. Ochilgan oynadan ustroystvo qismini belgilashimiz kerak bo'ladi. Ana endi mish, ya'ni sichqoncha belgisini tanlashimiz kerak. Ko'rib turganimizdek, bu yerda kompyuterimizdagi sichqonchani ko'rinishini, shaklini o'zgartirishimiz mumkin. Bu yerdan дополнительный parametri mishi degan qismini tanlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni alohida qo'shimcha parametrlarni o'zgartirishimiz uchun дополнительный parametri mish tanlab olamiz. Demak, bu yerda kompyuterimizning mishkasini qo'shimcha xarakteristikasini ko'rishimiz mumkin. Va bu qismidan uказатели qismini tanlab olamiz. Mana endi ko'rib turganingizdek, kompyuter sichqonchasining kompyuterda ko'rinishlari, biz boshqa ko'rinish tanlamoqchi bo'lsak, obzor tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Obzor tugmasini bosgandan so'ng biz yuklab olgan mishka qaysi manzilda turganligini bilishimiz kerak bo'ladi birinchi navbatda. Demak, buning uchun этот kompyuter belgisini ustiga bosaman va загрузки bo'limida men yuklab olgan mishka ko'rinishi bor загрузкini tanlayman. Ko'rib turganimizdek, mana Minecraft nomli ko'rinish turibdi. Buni tanlab открыть tugmasini bosaman. Demak, mana Minecraft qilichi ham qo'shildi va obzor применить tugmasini bosamiz. Mana endi mishkamiz qilich ko'rinishida bo'ldi. Shu ko'rinish ma'qul bo'ladigan bo'lsa, ok tugmasini bosamiz. Va ana endi kompyuteringizning mishkasi qilich ko'rinishida bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizdan uzoqlashmang.